Hammaga bugun sizlar bilan ba'zi bir saytlarning admin panellariga ma'lum bir zaifliklar orqali kirishga harakat qilamiz. Bu zaiflik turi SQL Index deyiladi. SQL Index orqali iminda shu login page, ya'ni admin paneliga hujum qilinadi. Bu orqali biz o'sha saytning databazasini qo'lga kiritishga harakat qilamiz yoki admin paneliga kirishga harakat qilamiz. Aslida olganda ikkalasi ham ma'nosi bir xil, chunki o'sha databazani olgan taqdirimizda ham uni ichidagi o'sha admin panelini qo'lga kiritishimiz kerak bo'ladi biz uchun. Imminni shu narsa uchun databazaga hujum qilinadi aslida. Xo'p, bu narsani demonstratsiya orqali ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga Linux operatsion sistemasi kerak bo'ladi. Mendagi hozir основной Windows degan hisobiga ma'lum bir VirtualBox yoki VMware dasturlar orqali qilishga harakat qilamiz ushbu atakani. Xo'p, ochib olamiz. Menda ko'rib turibsiz, Linux o'rnatilgan imini Debian versiyasi. Xo'p, SQL Linux'ni har xil turda amalga oshirish mumkin. Masalan, saytdan chiqmagan holda manual deyiladi, ya'ni qo'lda. Ikkinchisi avtomatlashtirilgan dasturlar yordamida. Uchinchisi esa uyg'unlashtirilgan, ya'ni ham qo'lda ham avtomatlashtirilgan dasturlarda murakkab turdagi hujumni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Xo'p, buning uchun bizga dorklar kerak bo'ladi. Dorklar oddiy tilda aytganda filtrlar deyiladi, yoki filtratsiya vazifasini bajaradi. Hop, bu narsani ko'rib o'tishimiz mumkin. Uning uchun o'sha brauzer kerak bo'ladi. Brauzer ochildi. Ko'rishingiz mumkin. Demak, bizda faqat admin panellar ochilyapti hozir. Shu admin panellarga hujum qilishga harakat qilamiz. Ketma-ket. Ko'rishingiz mumkin. O'sha birinchi saytimizdayoq o'sha zaiflikka moyilligini hisobiga kirib ketdi saytning admin paneliga. Ko'rishingiz mumkin, qutlayapti. Hop, biz to'xtab qolmaymiz. Keyingi saytlarga o'tib ketaveramiz. Ko'rishingiz mumkin, ikkinchi saytimiz ham o'sha bu hujumga uchradi. Buni oqibatida bizga kerakli ma'lumotlarni berib qo'ydi. Davom etamiz. Ko'rishingiz mumkin, o'sha keyingi admin panelga kirib ketdik. Bu narsani aynan bu usulda emas, boshqa yo'llarda ham bor, mavjud. Masalan, ma'lum bir proksi dasturlar orqali yoki avtomatlashtirilgan dasturlar orqali. Hozir buni ham ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham kirdik o'sha admin paneliga. Qancha vaqt o'tgani yo'q. Men o'ylashimcha, bunga где-то 5 sekund vaqt ketyapti maksimum. Hozir bu yerda admin login parol xato deyapti. Buni boshqacha usulda buzishga harakat qilamiz hozir. Bu yerda ham sayt zaifligini hisobiga kirib ketdik. Ko'rishingiz mumkin, yana kirdik admin paneliga. Hozir ko'rishingiz mumkin 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta saytga hozir 1 minutdan ko'proq vaqt sarfladik, bo'ldi.
Bu yerda xato deyapti. Hozir buni ham amalga oshiraman boshqacha usul bilan. Manaki admin paneli sizga. Ya o'ylashimcha bu admin paneli emas. Bu saytni основной o'ziga qaytarib yubordi o'ylashim bo'yicha. Yoki da admin paneli emas ekan. Hop, ko'rgan bo'lsangiz boya ushbu panelda bizga xatolik bergan edi. Buni boshqacha usullar bilan amalga oshirib ko'ramiz degan edim. Hozir ushbu usulga navbat keldi. Ushbu dastur proxy dasturi deyiladi. Burpsuit, ya'ni kiruvchi va chiquvchi tarmoqdagi ma'lumotlarni ushlab qoladi, ya'ni manipulyatsiya qiladi. Bu orqali biz o'sha kerakli ma'lumotlarni o'qishimiz, o'zgartirishimiz va saqlashimiz mumkin.
Ko'rishingiz mumkin, hozir terminalda ishlayapmiz. Terminalda o'sha SQL Map dasturi, ya'ni hozir ko'rsataman. Ushbu dastur yordamida chambarchas bo'lgan holatda hujum qilyapmiz. Aynan bitta dastur bilan cheklanmagan holda. Masalan, proxy tooldan foydalanyapmiz, dorklardan foydalanyapmiz, SQL Mapdan foydalanyapmiz. Bu 3 ta kategoriya orqali juda ham ko'plab saytlarni buzib ketish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hozir bu yerda hujum ketyapti. Hujum vaqti sayt zaifligiga bog'liq davom etaveradi. Hozir ko'rishingiz mumkin, mana yerda XSS zaifligiga moyilligi bor deyapti saytda. Xo'p, shu XSS zaifligi orqali ham ekspluatatsiya qilish imkoniyati mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin, uje XSS bilan bog'liq zaiflik ekspluatatsiya bo'ldi. Bu degani, masalan, ichkaridagi ma'lum bir kukilar yoki dokumentlarni tashqariga chiqarib olish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi bu orqali. Bu o'ta xavfli zaiflik hisoblanadi.
ko'rishlari mumkin. Уже ответ kelyapti server tomonidan. Xo'sh, bugun darsimiz shundan iborat edi. Agar kimgadir qandaydir yordam yoki ma'lumot kerak bo'lsa, yoki qandaydir dasturlar yoki fayllar kerak bo'lsa, Telegram gruppada bor, o'sha yoqqa taylab qo'yaman. O'sha yerda chat bor. Agar kim savollari bo'lsa, o'sha yoqqa yozib qoldirishi mumkin. O'sha yerda men hamma atvetlarga javob beraman. Menda juda katta ma'lumotlar bazasi bor. Hozir ko'rsataman sizlarga bu narsani. Ko'rishlari mumkin. Menda где-то 1375 ta fayl bor. 626 ta videolar bor. 213 ta rasm ko'rishlariga darsliklar yoki shu qo'llanmalar mavjud. Kimda kim kerak bo'lsa, shu Telegram gruppaga tashlab qo'yaman. Kerakli odamlarga so'rasalaringiz, o'sha yerda kerakli yordamlar berishim mumkin. Telegram gruppa kirasizlar, yozasizlar. Bo'ldi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling.